Assalomu alaykum azizlar. Urganch shahriga yarim kunlik tashrifim va hamkasblarim bilan o'tkazgan tadbir, seminarim haqida sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldim. Tushlik payti Toshkent mahalliy aeroportiga keldim va avtoulovimni avtoturarga joyladim-da, bir qilib uchoqda 1 soat parvoz qilib Urganch shahriga yetib keldim. Bu yerda meni hamkorlarimiz Temur og'a yaxshi kutib olishdi. Qisqa muddat tadbir boshlanishidan oldin seminar mavzulari bo'yicha maslahat qilib oldik. Kinoteatrni ko'rib, kino tomosha qilishga keldikmikan deb tursam, seminar aynan shu binoda bo'lib o'tar ekan. Xullas, 300 taga yaqin xorazmlik hamkasblarimiz kelishgan ekan. Ko'pchiligi bilan ancha yillardan beri tanishmiz, xabarlashib turamiz, seminarlarda ko'rishib, fikr almashib turamiz. Sahnada meni ilk kutib olishdi. Shu o'rinda xorazmlik hamkasblarimizga e'tibor va hurmat uchun o'z minnatdorchiligimni aytib o'taman. Tadbirda santexnika sohasiga oid yangi mahsulotlar namoyishi bo'lib o'tdi. Qiziqarli o'yinlar, har xil savollar tashkil qilindi va esdalik uchun sovg'alar ulashildi. Hamda yangi do'stlar bilan tanishib, fikr almashdik. Kechki soat 8 larda tadbirimiz tugagach, Temur og'aning kechki dasturxoniga tashrif buyurdik. Mehmondorchilik uchun tashakkur aytaman. Ovqatlanib bo'lgach, Urganch aeroportiga kuzatib qo'yishdi. Shu kunning oxirgi yo'nalishdagi uchoqda Toshkent shahriga qarab parvoz qildik. Uchoqning biznes klass bo'limi juda qulay va shinam ekan. Kofe, choy bilan kutib olishar ekan. Alhamdulillah 1 soatdan keyin yana Toshkent mahalliy aeroportiga yetib keldik. Yarim kunlik Xorazmga qilgan sayohatim, seminarim ajoyib o'tdi. Avtoturargohga joylab ketgan ulovimni chopqillatib, uyimga yo'l oldim. E'tiboringiz uchun barchaga rahmat. Salomat bo'ling.